O'zim sotuv sohasiga kirishdan oldin stroykada ishlaganman. Sotuv sohasi kimlar uchun? Sotuv sohasi eng avvalambor jismonan mehnat qilib pul topadigan va jismonan mehnatdan charchagan insonlar uchun. Shu orada aytib o'tishim kerak, o'zim sotuv sohasiga kirishdan oldin stroykada ishlaganman masalan. Sotuv sohasi men uchun juda katta vazmosh bo'lgan. Bundan keyingisi davlat ishida ishlaydigan, doimiy ishi bor, lekin ishidan qoniqmaydigan insonlar uchun. Va yana bir toifa insonlar bu soha studentlar uchun juda qulay. Chunki ko'pchilik studentlarimiz mo'ykada o'g'il bolalar bo'lsa yoki eng ko'p ishlaydigan joy ofitsiantlikda ko'p ishlaydi. Siz ofitsiant bo'lib turib, siz mo'ykada ishlab turib, hech narsa o'rganmaysiz, hech narsa o'smaysiz. Endi hech qayerda garantiya yo'q, siz o'qishingiz tugatgandan keyin 10 millionlik, 15 millionlik ish kutib turibdi degan. O'qib turib sotuv sohasida ishlasangiz, siz parallelni ikki, ya'ni o'zingizni o'qishingizdan tashqari yana bitta sohani o'rganasiz. Ham pul topasiz. Mabodo o'qish tugatganingizdan keyin ishsiz qolib ketsangiz, sotuv sohasida davom etsangiz ham o'sha tayyor opitingiz bor, tayyor karyerangiz bor. Shunday ekan bu kasb deyarli barchaga to'g'ri keladi.